So'nggi daqiqalar yoqadi o'zi futbolda. Oxirgi payt umuman boshqacha bo'lyapti. Navbahor muxlislari va uzatma. Qaychi uslubida gol! Shedevr do'stlar, so'nggi daqiqalarda mana bunaqa gol urish kerak. Guillermo Gedeshdan fantastik gol. Birinchi tur bo'lsin, kubok bo'lsin mayli, lekin bunaqa tugatish endi faqat Vodiy derbisida bo'ladi. Faqat Vodiy derbisida bo'ladi. Darvozabon ham yurgan ekan, Umidjon Ergashev ham yurgan ekan o'sha joylarda, hozir ko'rib qoldim. Va bu gol tarix sahifalariga muhrlanadi. Maykani libosni yechib tashlab topisha olmayapti. Mana bu qarang. Hop, kurash. Qaychi uslubida yo'llangan to'p. Sapchidi to'p. Darvozabon e'tiroz bildiryapti, kimga bilmadim, lekin bu yerda hammasi ijroga bog'liq. Darvozabon o'zida ham bor ekan, ammo shu nuqtada shu ishga jur'at etgan futbolchiga faqatgina qoyillarimiz ogohlantirildi ham. Farqi yo'q deyapti. Yana bayram qilib yuribdi. Oxirgi daqiqa, yana 1 daqiqa qo'shib berilsa kerak.